Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa B toifali amaliyot o'tdi, xudo xolasa. Mana kechagi sizlarga ko'rsatgan joyim. Xudo xolasa topshirdik. Sertifikat berdi. Hozir ko'rsataman. Zo'rlik gap yo'q. Faqat endi C yo'nalishi qoldi. Katta mashinalarga qoldi, xudo xolasa. O'shandan o'tsak, pravani olamiz. B toifali vajdanasidan o'tdik, xudo xolasa. Charchamanglar, omad tilab turingizlar, xudo xolasa. O'tib ketamiz. Charchamayingizlar. Assalomu alaykum. Yana bir marotaba hammaga. Xudo xolasa bugun C toifali sertifikatni oldik. Mana bir deyishdi. Sizlarning duolaringiz bilan xudo xolasa yaxshi. Biz toifali xudo xolasa sertifikatni oldik. Xudo xolasa endi olg'a. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling sizlar. Juda ham bir qiziqarli vaziyatlar bo'lib o'tdi. Biz toifali sertifikat olishda o'zi bo'lmaydi, mehnat tagida anchagina mehnat yotibdi. O'shaning uchun barchalaringizda o'sha biz o'qib o'tgan Dilbek she'r avtomaktabda o'qib chiqqanman. O'sha yaxshi Jizzaxdagi o'sha stansiyaning oldida, kurukda oldida, ikkinchi etajda o'qitadi. Juda ham zo'r. O'shalarning ham masalan mehnat o'tdi. Samarasi juda ham yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa bitta pravani o'sha davlat xizmatlariga boramiz. Pravani o'zlari xudo xolasa qilib berishadi. Biz toifali prava. Rahmat hammaga, sog' bo'ling sizlar.